Jigarning issiqlashib ketgan, umum badanni qurg'usi qoplab ketgan, eg'izi achchiq butgan, eg'iz quriyotgan, ko'p usaytgan, tomoq singmitgan, usoq ko'payotgan, futbol uyushitgan, chat yuz turingiz maylishitgan, go'sht kabob yesangiz qusoq isitgan, bosh og'ritgan, uyqungiz qochitgan. Mush ahvolni keltirib chiqarayotgan jigarni may qoplash, o't yollig'i, qon quyilib olish, qanda may yuqorilib olish, mush ahvolda bor qarindoshlar quloqni ding tutib anglang katta xush xabar. Yeni Üzemning nomida ismim Ruzmamat doktor. Üzemning nomidagi marka Ruzi davo. Mushu marka ostida yuqoridagi ahvolga qarata unumli kapolatga bergan bir mahsulotimiz bozorga chiqish oldida. O'zimiz necha yaxshi ishlatib beqib, tadqiq qilib beqib, sinov qilib beqib, o'zimizni urutib qolgan. Hozir asos jihatdan bitib bo'ldi. Bozorga chiqish oldida turyapti. Mushu mahsulotni qarindoshlarga sunmoqchi. Endi bu mahsulotimizning ismiga qarab, o'ralma qilib qarab boshqa mahsulotlarga serishtirib yurmang. Chunki tesh o'xshagan bilan buning ichidagi xom materiali yaslash jarayoni o'xshamaydi. Polo desak 15 ko'yliq va 25 ko'yliq va 40 ko'yliq polo va buning materiali o'xshamaydi. İtiş jarayoni o'xshamaydi, buni aytgan ustam o'xshamaydi. Shunga o'xshash gap. Hamda mushu mahsulotni oldin zakaz bergan qarindoshlarga bas alay e'tibor qilib ko'rsatamiz. 180 99 75 0094 diye onlarını qo'shib maslahat so'rasangiz yoki oldin zakaz bersangiz butu unumi kapolat.